Har bir o'zbekni hayoti. O Zebaxon, Mers mashina olibsizmi? Da. Buni yuvish kerak, o'rgiling. Ayog'i? Mashinasini tagidan shamollab o'tib tursin, ha? Kiravering, liftdan chiqamiz. Voy, mashina oldingizmi? Voy, buni yuvish kerak. Balki shart emas. Yo'q, shart yuvish kerak buni. Amayli. Shunaqa mushkillar ko'paysin. Topgan shunaqa narsaga bersin. Hech kimga aytmang. Kichikroq qilib o'tkazib yuboramiz. Texnika 150 ming, dasturxon 300 minglik bo'ldi. O'rtoqlar, texnika olish unaqa qiyin narsa emas. Hamma ola oladi. Yuringlar ko'rsataman. Ayyo, 2 kishi borsa yetadi. Bizni kutgan kunlar keldi. Ideyada konditsioner va xolodilniklarga 50% ichki chegirmalar e'lon qilingan. Bu safar hamma ulguradi, hammaga yetadi. Masalan, hamma kutgan 12 talik Arctic konditsioneri 50% chegirmada 199 mingdan. 12 talik Citroen konditsioneri 40% chegirmada oyiga 299 ming 400 so'mdan. 210 litrli Ingiziz sovutgichi 50% chegirmada oyiga 149 ming 500 so'mdan. 211 litrli Laretto muzlatgichi 50% chegirmada oyiga 174 ming 500 so'mdan. 225 litrli Clio sovutgichi 40% chegirmada oyiga 173 ming 400 so'mdan. 261 litrli Premier sovutgichi 40% chegirmada oyiga 197 ming 400 so'mdan. 317 litrli Laretto muzlatgichi 40% chegirmada oyiga 371 ming 400 so'mdan. Bundan tashqari sizlarni bu yerda 1+1 aksiyalari kutib turibdi. Eng asosiysi bilasizmi nima? Boshlang'ich to'lov yo'q, kafillar kerak emas. Mana ideyani Yunusoboddagi Kifayat filiali xohlagan narsalarni olinglar. Bu aksiyani ham yuvish kerak ekanda. Kelar, 5 kishimisizlar? Ovqat ko'p kelaver.